Apa Hosiya, qarang, farzandingiz bilan nimalar haqida suhbatlashasiz? Manmi? Nima haqida suhbatlashaman? Beradigan savollarim faqat shu. Maktabdan keldingizlarmi? Kursga bordingizlarmi? Nima ovqat qo'yding? Bugun qanaqa kun o'tdi? Ukangga qaradingmi? Beradigan savollarim faqat shu. Savol beraman desangiz savollar ko'p. Masalan, qanaqa savol berishim mumkin? Sen gapirgansiz. Voy, o'ylab gapiryapsizmi? Qanday qilib bunaqa temalar haqida farzand bilan muloqot qilish mumkin? Bu hali bunaqa savollarning 90tadan bittasi. Siz bu savollarni farzandingizga bermas ekansiz, bu savollarning javobini u ko'chadan qidiradi. Yo'q. O'sha ko'chadagilariz. Mana farzandlarim shu 90 ta savolga to'g'ri javob berib biladimi? Barakalloh. Undan ko'ra o'zim javob berganim yaxshiroq. Bu haqida ma'lumot berib bilasizmi? Albatta. Bu muammo faqat sizda emas, juda ko'p oilalarda mavjud. Farzand bilan qanday suhbatlashishni, unga qanday savollar berishni bilmaslik uni oiladan uzoqlashishiga olib keladi. Ushbu kartalardagi savollar esa bu muammoning yechimi bo'la oladi. Undan tashqari, ayollarimiz va o'smir farzandlarimiz uchun ushbu orzularingni haqiqatga aylantir kundaligini tavsiya bermoqchiman. Nima uchun bu kundalik sizda bo'lishi kerak? Agarda o'zingiz yoki o'smir farzandingizni psixolog ko'rigiga olib kelishga uyalayotgan bo'lsangiz yoki-da sizda mablag' tomonidan qiyinchiliklar kuzatilayotgan bo'lsa, unda ushbu kundaligimiz hamda savollar to'plami sizning ushbu muammoyingizga yechim bo'la oladi. Birozgina ma'lumot desam, xuddi konsultatsiya o'tayotganda berilib ma'lumot berdingiz o'zi ham. Undan ko'ra narxini aytay, siz qaysi savolimga javob ber demayman. Qizlar, o'sha markatamizning narxi atiga 100 ming so'm, kundaligimizning narxi esa 80 ming so'm. Lekin aytib o'taman, sonlar chegaralangan. Bunaqa narx faqatgina meni auditoriyam uchun.